Voy yaramas. Bu Xitoyliklar S25 Ultra'ni ham birini chiqarib qo'yishibdi-yu. $1000 dan oshib turgan shu S25 Ultra'ni har xil internet magazinlarda arzonroqga taklif qilishsa, olishga shoshilmay turinglar, chunki bu telefonning narxi atiga $150 turar ekan. Lekin har qayerda Xitoyliklar o'xshatib qo'yibdi-da S25 Ultra'ni. Mana buni qaranglar, o'rtoqlar. Dizaynlarini xuddi birga bir qilib ishlab chiqarib qo'yibdi, ruchkalarigacha, sim karta chiqadigan joylari, operatsion sistemalari Android. Ko'rib turibsizlar, menyulari ham unaqa qotib qolmayapti. Yaxshi ishlab beryapti. Nastroykalarga kirib boqamiz. Cho'tki ishlayapti. Puliga stoyt narxi o'sha aytib o'tganimizdek $150. Ruchkalarigacha ham bor. Ko'pchilik savol berishi mumkin. Buni emaykasida muammo bo'lmaydi. Xudo xolisa emaykalar hammasi registratsiya qilingan. Umuman emaykasidan muammo bo'lmaydi. Undan tashqari S25 Ultra'ni chexoli ham, ustidagi zashli steklosi ham rostakasim o'zida tushadi. Hech qanaqa mazor bo'lib qolmaydi. Bu telefonimizning komplektidan S25 Ultra'ga o'xshab o'zini Type-C shnuri chiqadi. O'rtoqlar qatdan farqlanishini o'zimizda topdi. Kamerasi ozgina sotib qo'yar ekan. No bo'limini rasmga tushsa bo'ladi lekin. Shu telefonimizda kimgadir qiziqish uyg'otgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Shu narxi $150 dan qilib beramiz. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, hammasini ro'y-rost aytdim.